Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Mana keyin yana so'nggi ishlarimizdan bittasini obzor qilib beraman sizlarga. Bu kotelning o'zi qanaqa, nima deganlarga sizlarga bitta tushuntirib beraman. Bu mana to'pirib turganimiz mana Federico Bugatti degan kotel. Bu kondensatsionniy ham boiler o'qiydi. Boileri bir-biriga ulanadi. Hozir instijatchiga hali turibdi. Uni endi ulaymiz. Unga ulanadi. Bemalol kotel buni ham nazorat qilib, mana 80 litrli boilerimizni ishlataveradi. Boilerimiz ham Ariston ham nimada ishlaveradi. Mana ham hozir tokda turibdi, teng ishlab turibdi. Boilerimiz 2 kilovatli. Kotelimiz bo'lsa 25 kilovatli. Mana ko'rsatib qo'yganman. 25 kilovat ko'rsatib qo'yganman. Yonidagi stabilizator tokni nazorat qilib turadi. Antiskachoki bor. Tok siltangan paytda, oshib qolgan paytda tashlab beradi. Endi bu rashpak. Boiler ulangan, davlinani nazorat qilish uchun. Endi mana kotel tagida bu qora narsa nimasi? Bu kotelni himoya qiladigan anaqa deydi, dishlamator deydi, magnitniy dishlamator. Har xil zang, temir narsalar o'zida ushlab qoladi. Eng yaxshi effektli filtrlardan bo'ladi. Bu endi kotelimizga reduktor filtrlar bilan ulanadi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, mana kondensatsionniy kotelda kondensat o'qib turadi. Tomchilab oqayotganini o'zinglar ham ko'ryapsizlar. Uni kanalizatsiyaga tushirib qo'yganmiz. Shtobi bitta ham bezat qilmaydi hech kimni. Mana bu keyingi bu oqayotgan narsa bitta врезной klapan. Buni sistemani ichida bosim oshib ketgan paytda ortiqcha bosimni chiqarib yuboradi. Ko'p narsada mana shu Ariston muammosida, mana Aristonni ko'rgan bo'lsanglar, gaz ballondan ham qattiq portlaydi deydi. Mana shu narsa ishlamay qoladi. Buni ham o'zini hozir zavod ustiga kelganini olib tashlab, o'zimiz boshqa yaxshi italyanskiy originaldan qo'yib, обратный klapanni ham boshqa alohida ishlaydigan qilib qo'yganmiz. Buning ichida bosim oshib ketgan paytda mashinadan suv ozgina chiqarib yuboradi, ortiqcha bosimni. Ana endi mana kollektorga kelgan bo'lsak, mana konturimiz ikkita kontur bo'lgan. Gidrokollektor yasalgan, 3 stolmarkali nержавейкаdan yasalgan. Bu yerda mana rashvakimiz bor, 24 litrli sistemadagi bosimni nazorat qilib, kotelimiz yaxshi ishlashini ta'minlab turadi. Qisqasini olib aytganda, mana bu konturimiz radiatorga ketgan. Radiator gradusini ham pogrужной relaydan bemalol boshqarsa bo'ladi. Hozir buni o'chirib qo'ygan. Hozir faqat tupli pol yoqib turibdi. Tupli polimizni ko'radigan bo'lsak, servo motor qo'yilgan, 3 ходовой bilan. Tupli polda mana shu ko'pchilikda tupli pol bo'lmaydi, u bo'ladi, bu bo'ladi, isib ketadi, tuduvay deydi. Mana shu 3 ходовой qo'yib, bir-biriga bypass qilib ulab qo'yiladi. Bu 3 ходовой tupli polni qattiq isib ketmasligini oldini olib, haroratni mo'tadil ushlab turadi. Mana shunaqa narsani qo'ymagandan keyin hamma joyda muammo bo'laveradi. Tupli pol u ekan, tupli pol bu ekan deb mashina qilish ustasi bo'lsa, mashina darajada qilib ketsa, tupli polda ham bitta ham muammo bo'lmaydi. Mana bu yerda kontroller qo'yganmiz. Bu kontrollerni insti datchigi mana bu yerga tushib, bundan kelayotgan issiqligini nazorat qilib turadi. Ili servo motorni yaqqa ochadi, baqqa ochadi. Suvni stabil qilib, koteldan kelayotgan issiq suvni ozgina qo'shib, buni tupli polni ichidagi haroratni stabil qilib turadi. Nasosimiz ham EP nasos, 25 ga 6 nasos. Mana tupli polni yoqib qo'ygan termometri bor, ikkovida ham. Mana bu qizil padachi ko'rayotgan bo'lsanglar, mana 30 dan sal o'tib 31 da turibdi. Bunisi 29 gradusda qaytishi. Mana shu 80 karat tupli polimizni mana ke 4-5 delta haroratda qaytarib olib kelib cho'tki isib turibdi. Bu обратный klapanlar qo'yilgan. Bunda ham bor обратный klapan. Bu kranlar nimaga kerak? Shunchalik kran nimaga qo'yib tashaladi desa, bu erta misol uchun servis xizmati ustalar kelib ishlagan paytda bemalol bitta konturda remontli ish bo'lib qolsa, buni yopib qo'yib, bu kontur ishlab turaveradi. Bitta joydan misol suv oqsa, boshqa qilsa, hamma yog'i o'chirib qo'ymasdan, mana kranlarimiz ham hozir xuddi shu narsada turibdi. Boiler tagida mana kranlarni yopib qo'yganmiz. Naryoqda g'iyos sherigim
Mana qo'yyapti, kran o'rnatyapti. Shuning uchun buni yopib qo'yib, bemalol yoqda ishni bajarib, hozir atskashli kranni o'rnatib, moykasini ishga tushirib berishga kelgan edik. O'zi o'sha kuni bir hafta 10 kun bo'ldi bu otopleniyani yoqib ketganmiz. Qisqasi ko'rinish mana shu. Katyolga keladigan bo'lsak, mana shu katyol bor, atmosferniy deyiladi. Bu hozir eng oxirgi chiqayotgan yaxshi effektli katyollardan kondensatsionniy katyol deyiladi bu. Ishlashi vobshem okey darajada. Mana shum pum oldiga kelib ham turibman. Ortiqcha shum yo'q. Chutki ishlaydi mana. Katyollar tez ishdan chiqargan bu katyollar bo'lmas ekan deydi. Katyolni himoya qiladigan o'zini narsalari bor, o'shalarni qo'yish kerak, обязательно. O'shaning uchun ham mana shunaqa bu katyollar haqida negativlar ko'payib ketyapti. Buni hammasini otida qo'yilsa, bu katyollar zo'r, bunga yetadigan yo'q. Sterilizator, dishlamator degan narsalar обязательно bo'lishi kerak. Mana reduktor bu katyollar uzoq umr ko'rishiga, ko'p yil xizmat qilib ishlashiga yordam beradi. Mana misol uchun mana o'sha qurumlari, ortiqcha musorlari ushlab qoladi. Bu ham misol uchun tozalab turiladi vaqti bilan, hech bir qiyinchilik joyi yo'q. Men hozir qotib qolibdi, chidaymaganligini ko'rsatardim. Xullas, ko'rinish mana shu. Endi modda elektrikasiga ham ahamiyat bersalar, elektrikasida ham mana shitlar qilib, har bitta boylerga, katyolga ketgan, nasoslarga ketgan nimalarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, mana dushli qilib qo'yganmiz mana. Mana modda yozib qo'yibdi faza. Mana modda yozib qo'yibdi mana radiatorlar podachisi. Radiatorlar nimasini qo'yib qo'ygan. Radiator konturni uchadi degani bu. Mana bu tupli polni rasmini qo'yib qo'yibdi, mana tupli pol uchadi degani bu. Bu miya deb qo'yibdi, miya mana miyasi. Buni miyasini aytibdi shunda. Nasos. Mana nasoslar o'sha tipada radiator nasosi degani, bu tupli pol nasosi degani. Mana bu boiler deb yozib qo'yibdi, ko'rayotgan bo'lsanglar. Boiler uchadi, katyol. Hech bir mijoz bu yerda qiynalib, nima qakki ketgan, qidirib yurmaydi. Buni hammasini markirovkalab, yopishtirib qo'yilgan. Qisqasi, kimga sifatli yaxshi ust qidirib yurganmiz shu videoni o'sha odamga jo'natib qo'ysalar, like bosib, rag'batlantirib qo'ysalar degan umidda bizlar. Aramizda ustakalar bo'lsa, kami ko'sti bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari mumkin. E'tiborlar uchun rahmat. Hammaga xayr.